Assalomu alaykum aka-ukalarga. Bugun g'arimda joylarda yangi qilyapmiz. YouTube ahli. Kimga qiziq bo'lsa bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qisqacha video. Qo'ylar oshqa keldi, oshqa. Yakma-yak uryapti. Osmon g'ubor. Joni, u yoqlar tog'. Yoq Tabildaraga qaraydi ekan. Tabildara bilan chegaramiz. 19-may 2025-yil. Yaylovlar endi o't bo'layapti, qor. 1 metr qor bo'lyapti, chuqurlar, soylar 1 metr. Buyoqlar yerib ketgan, yerib kam-kam qolgan qorlar. O't, ovg'an o't, kovrak, ayda o't, o'ti yaxshi. O't endi bo'lyapti. Ongarchilik nasibsa, nima yaxshi bo'lib ketsa, o't zo'r bo'ladi. Yaylovda tosh yo'q. Shunday o'tlayapti. Joylovlar tomosha qilsin. Hamma taraf qor. Yakma-yak oshni uryapti qo'ylar. G'arimning boshqa tarafini joylab, bu tarafi lekin tikan ekan. Ya tuman kelib qoldi. Böyle bir qo'ton. Neden qo'ylar bu yoqda. Haylab kelyapti. Mana yoqda tikanning ichida ko'rinyapti, yo'qmi bilmadim. Shu yerda bir qo'y bor, bir sürü. Tikanga boqyapti. Nega o'zi joylovlar tamom bosdi. Mana tikan. Shu tikan qo'llari ko'zini ko'r qiladi, qo'llar jilmaydi. Ayda o't endi o't bo'lyapti. Kovraklar chiqqan. Shu tikan deyiladi. Qo'llar lab qolsa ko'zini ko'r qiladi.
O'zining ajali. Yo'g'on boshlandi. Yomg'ir boshlandi, yomg'ir. Ne quyosh chiqib turibdi, mana bizga yomg'ir yog'yapti. Maydalab bitta tushyapti. Elamiz xullas shular ekan. Bir yil jaylab shu yil bo'ladi. Men yordamchi bo'lib kelganman. Nasib qilsa 7 indin uyga ketaman. Keyin Xudo xolasa nasib qilmasa Rossiyalarga borib qolsak kerak. Xudo yo'l bersa, bo'lmasa qishloqda yuramiz. Bozor-mozorlardan qo'ylarni sanga qilamiz. Sigir borma, qo'y borma. Uyda qilib turamiz. Ozmi kammi. Kanalga hadman abuna bo'lib qo'yinglar. Yangi bo'lsangiz bitta like bosib qo'yinglar kanalga. Kanal prosta rivojlanish uchun, kanal ko'tarilishi uchun boshqa hech qanday like, pul talab qilmaydi. Papiska bossangiz ham pul talab qilmaydi. Prosta kanal ko'tariladi, shunchaligisi bor. Okay. Qirqta qo'yim bor, 40 ta qo'yimni tayladim, mana joylab qo'yaman. 35 kun deganda keldik. Bu yog'i ta noyabr oyigacha olim besplatni jiradi. 35 kunda keldik, yordamchi bo'lib. Noyabr oyida nasib qilsa ayrib olamiz. 40 ta qo'ydi. Nechtasi kam bo'ladi, ko'p bo'ladi, endi peshonadan ko'ramiz. Endi olchilar o'ladi, jo'g'aladi degandan. Shunga chidasang mol qil degan. Uyda mol bor bo'lmasa, jaylab qo'shasizlar yo'q. Akalar, qorga qaranglar, qorga, tarma. Suvda qaranglar, ko'k suv ketyapti. Bu suvda ichsangiz, ichkilas keladi, bu suvga to'yim yo'q. Choy qilsangiz, choy pizdas ketadi. Umuman bu suvga to'yim yo'q. Chashmaning suvi qarang, qorni qarang. Qor yoyib qarang, qancha bo'lib ko'payib Tranovka men ko'rma nima bo'lib qolgan qarang. Bo'lsa sentabr, oktyabrgacha qor yog'incha yerib yo'qoladi-yu. Yana shunday bo'ladi. Oyoqlar yerib tam bo'lgan joylar ochilgan-u. Mana qo'ylar. Qo'ylar rahat qilyapti. Yakma-yak osh urayapti. Qorni qaranglar, qorni. May oyida shunday bo'lib turibdi hali. Bundan sal 10 kun oldin kelganimizda, kelganimizda bu yerlar ochilgan bo'lmas edi. Shuncha issiq bo'lib, shuncha ochilgan. Qo'ylarga shuncha o't bo'lgan. Hali mana yomg'ir yog'yapti. Mana qor usti. Tarma o'qigan tarma. Vallahi qarang, qarang. Ana qori qarang. Ancha bo'lib uyilgan. Anchalar uyilgan. Где-то
3 metrdan balandroq bo'lsa kerak. Mana abidgacha mol boqib keldik. Bir kunlik abidgacha harga borib mol boqib keldik. Nima qilib keldik qarashchi. Abidgacha mol boqib keldik shu yoqlar o'ynatib. O'zlari vaqtda asta-asta haydab keladi. Qo'yning oldiga keldi. Yakma-yak oshni urib qaytdi qo'yda qorni to'yib, endi damda oladi. 3 soat 4 soat. Keyin darsh yana oshga boradi. Asıqsa bir 4 oy 5 oy nasibsa osh yeydi. Oshni uradi. Yakma-yak keyin asta cho'lga boradi tan. Cho'lda keyin qurigan xosta yeydi. Keyin chirillagan sho'rpa.